Assalomu alaykum gazmonov kuzatuvchilari. Bugungi ish joyimizdagi Onyx mashinamiz bitdi. Hozir men sizlarga uni obzorini qilib beraman. Ko'rishingiz mumkin, Pony podkapotimiz hammasi original Polsha zapchastlar hisoblanadi. Reduktorimizda R02 Stak firmasiga tegishli mnograzniy filtr, одноразный filtr, shlanglarimiz fagning shlanglar, termotrubkalar, hech chiqmaydigan, hammasi ideal darajada. Xo'p, injektorimizga to'xtaladigan bo'lsak, Spatini 03 injektorlarimizni blok upravleniyamizni hozir sizlarga ko'rsatishim noqulayroq qismini aytib o'taman. Blok upravleniyamizda Kinex Plus blok upravleniyasi Stak firmasiga tegishli. Okamiz bilan, buni egalari okamiz bilan maslahatlashib, bu mashinamizga okamiz ko'proq kilometr yuradigan kerak deganlari uchun bitta zapravka qilgandan keyin qachon zapravka qiluvdim deb eslolmay qolishlari uchun 90 talik propan gaz ballonlarini qo'yib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin, mana silindrli propan ballonimizni termotrubkalar bilan hech chiqmaydigan qilib, chana lentalari bilan rezinkalarni qo'yib, akkuratlik qilib berganmiz. Ko'rasizlar, sifat har doimgidek bizda birinchi darajada hisoblanadi. Original zapchastlar montaj ideallik. Berganmiz sizlarga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, gaz ballonimizni qolamiz. Bu videoni maksimal darajada gaz qo'ymoqchi bo'lgan hamma tanishlarga jo'natib tashlaylik. Videoga like bosishni unutmanglar, hammalarni qolamiz.